gilamga. Bizni to'yxonaga kelmadik-ku. Ha to'y ertaga, bugun ujin qilaylik sen bilan. Pulini beramiz, Shohruxxon seni yaxshi ko'radi. Shohruxxonmi? Sal shoshimanda shunga tegsam bo'lar ekan. Bori qolar aqa. To'y ertaga kim kiydirdi bunga oq ko'ylakni loy qiladi? Ha kim bu? Artistmi? Shohruxxon-ku jinni. Ha kiyib shunab chaqirasan. Pul berdingmi bunga? Yaxshi. Voy bil. Ibi kayvon yanga. Ya, Shohruxxonmi? Oilalang bo'lib, anglar to'ylarga yetkazsin. Maylimi? Sizlarda ham anglar tortdim manglar. Mana qishloqdoshlar Shohruxxon akam bilan tualetdan chiqdik. Unda kimda ham olasizlarmi? Shu yerda ham olasizlarmi? Ichkarida olish kerak. Sal kibri bor ekanmi deyman. Sharmanda qilding odamni. Shartdan videoga olasanmi? Qara ichkarida videoga oldim. Qora gamash kiygan. Ha, qora ekan. Qora. Shohruxxonni qo'liga suv qo'yapman, qaranglar. Shuning o'rnini Anvar sanayib chaqirsang bo'ladi-ku. O'zing chaqirsin to'yingga, xo'p? Chaqiraman. Sen to'yingga it ham kelmaydi. Shoha, televizordan ko'ra hayotda ancha chiroyli ekansiz. Sal shoshibman-da. To'y qol. Bir qo'l qilasan. Shohruxjon mana shu yotasan. Mana bu kim yotadi? Bu yerda mehmonlar yotadi. Nima san deb hamma ko'chada yotsinmi? Yot Shohruxjon. Olayman, yot. Tak, Shohruxxon yoniga kim yotadi? Yonida yotish 200 ming. Bo'ldi. 200 mingmi? 50 ming bersam bo'lmaydimi? 50 mingga quragini emishmisan ko'chan. 75 ming pulim bor. Bo'pti, oyoq tomonda yotasan, davay kir. Menda karta edi. Karta bilan borib Mirjalol Ne'matov bilan yotasan. Bo'y qol. Qarorchi men ketdim bundan. To'yingga ham. Nima bo'pti? Men bir kunga to'yga kelganman. Bilaman Shohruxxon. Bizning maqsadimiz sen bilan ujin qilib, sen bilan yaqindan tanishishdi. Ketma Shohruxxon. Aka, men bilan ujin qilmoqchi bo'lsangiz, Mobius kompaniyasini 5-yanvargacha Mazda yangi yil tarifiga ulanib, men bilan o'sha ujinni yutib olsangiz bo'ladi-yu. Yo, shunday qilsa bo'ladimi? U tarifning ichida yana nima bor? Cheksiz qo'ng'iroq va megabaytlar. O zo'ra kanka. Men ketdim. To'xta Shohruxxon, bitta iltimosimiz bor. Shu kichkina bizneschamiz bor, kolbasa ishlab chiqaramiz. Shuni reklama qilib ber. Shu bilan qutulamanmi? Keyin ketasan. Ol, Abdulla akamning kolbasalari zo'r. O'rtoqlar, Abdulla akamning kolbasalari juda zo'r. Tatib ko'ring. Молодец, молодец. Allo. O'lgan mol? 3 kun bo'libdi kolbasa qo'shsak bo'ladi? Hey, nima deyapsiz? Videoni o'chiring, nimalar qo'shib tashlagansiz buning ichiga? Nima o'chiraman? Baribir sen meni kolbasamni yemaysan-ku. Sen baribir shaharda sifatli kolbasa yeysan. Yeysanmi menikini? Ha, kolbasa. Dadasi, paqida o'lib qolsam, boshqasiga uylanasizmi? Yaxshi niyat qil, nima deyapsan? Ota-onangiz majburlab uylantiradi sizni baribir ham. Sensiz qanday yashayman bu talog'im? Aldobsiz. Qiz bolaga uylanasizmi? Yo o'tirib qolgangami? O'lib olaverchi, keyin anu qilamiz. Nima? O'lmaysan sen, yaxshi niyat qilgin. Men qaydagan suv olib kelay. O'lmaya. Dadasi, men o'lganimdan keyin o'g'limni opamga bering. Nimaga? Sunnat qiladi. Voy, sunnat bo'lgan-ku. Uylantiradi, yaxshi xotin olib beradi, o'gay ona buni qiynaydi, och qoldiradi, ishtonini yuvmaydi. Men o'lgancha o'sha o'gay o'lsa bo'lmasmi, bolam? Normalni xotin toparman unda. Normallisi? Hali siz izlayapsizmi? Men hali o'lmay turib, siz o'zingizga xotinni mosidan qilib. Bunga qarash kerak-ku. Men o'lganimdan keyin mana shu tillalarimni opamga olib borib bering. Nimaga? O'gayda qolsin. Opam rohatini ko'rsin. Razmer tushmaydi baribir uni. Opamgami? O'gayga. Siz hali uni razmerini bilasizmi? Hammaniki har xil-ku, tushmaydi-da. Men tinchgina o'lamanmi yo yo'qmi? Mayli. Davleniyang tushadi. Mayizmas ekan-ku bu. Nima qilyapsan? Bularni ham olib ketaman. Nariyoqqa parashok nima kerak? O'gay xotiningizga tashlab ketaymi? Bu Bavi parashoklari 100% Germaniya xomashyosi, qattagina solsangiz ko'pirtirib, oq kiyimlar, oq qora kiyimlar, qop-qora qiladi, qizillar, qizil, sariqlar, sariq qiladi. Dog' qoldirmaydi, o'ziga gard yuqtirmaydi, allergiya chaqirmaydi, chaqirsa ham kelmaydi. Yaltiroq sumkamni olib kelib bering. Qaysini?
ana Xitoydan olib kelganimiz borki, zamogida ashula chiqadigan. Uni ham olib ketasanmi? Ha, hamma narsamni olib ketaman. O'gayga hech narsa qoldirmayman. Doktor ahvoli qanday? Hech narsa qilgan, oddiy gripp bo'lgan-ku bular. Ha, o'lsan. Gripp ekansan, vohima qilasan. Men seni bir Astraxandrozmi deb o'ylayman. Men o'lmaymanmi? Sen o'lmaysan. Sen birinchi meni o'ldirasan, keyin o'lasan. Dadasi, onamga telefon qiling. Uyda dokumentini olib notarsga ketyapti. Nomiga rasmiylashtirishga. Yuguring. Ha, onang. Olmakdan falak hayrondur, falak bo'lganiga pushaymondur. Top keling, ko'tarma, top keling. Voy mamona. Nima bo'ldi yana bola? Dada ko'rmaysizmi? Uni negativchilar yana keliningizga yozganda, militsiyaga borib top kelishini. Ha, uyi kuysin shu negativchilarni. Top bolam, top. Qo'ying shuni darchada. Ye, ana o'g'ling keldi. Topildimi? Topdim. Kim ekan? Mana qo'shnini o'g'li. Sattorni o'g'limi? Ko'rolmaydi-da bular, ko'rolmaydi. So'tga beringizlar. Bu hali hammasi emas, dada. Negativlar juda ko'p. Militsiyaga bitta o'qib bering. Demak, birinchi profil sohibi Sohiba Chaqmoq. Topingchi. Ammangizni nomida ochilgan ekan. Amma siz rosa hurmat qilardim-ku, amma. Nima deb yozibdi bu? O'qigani? To'ylarda jakillab qo'shiq aytgandan ko'ra, uyingda lo'pillab qaynonangni xizmatini qilsang bo'lmaydimi deb yozibdilar. Ha? Ish qilsin-da. Senga nima? To'y qilingga bor. İçimizde alacalar saklaqanaqamizda. Demak, keyingisi Janichka 108. Bular onangiz ekan. Voy, Ha? Voy, sharmanda. 108 ham qo'yasan profilingni. Nima deb yozibdi bu? Mayli o'qimay qo'yavering. O'qi. Munisani zapal videosini ko'rmoqchi bo'lsanglar, profilimga o'tinglar deb yozibdilar. Onajon, qanaqa video? Nima videosi bor senda? Yo'q, buni propiskama ana shu ko'paysin devdim-da. Sanganim. Sharmanda qilding militsiyani oldida. Yana bitta bor ekan. Qaha Svitochik. Ukangiz ekan. Nima deb yozibdi o'qi? Kalta kulta kiyib yurasan, eringga ham qoyil qolmadim. Chimo ekansiz, chimo. Menga qara. Akang chimo bo'lsa, sen nima svitoch qo'ygansan profilingni? Atirgulmisan? Mazam qochyapti adasi. Sharmanda bo'ldik. Nimaga faqat o'zimiznikini yomonlashni bilamiz? Uni padeshka qilishni o'rniga faqat negativ yozamiz. Nimaga? Uzr, kechirasizlar, oxirgisi bittasi qolibdi. Kim u? Sevinchga 69. Dadangiz ekan. Dada? Shuni ham topdinglar. Qanday topdinglar uni? Ya, o'qingda nima debdi? Ya o'qimang kelin. O'qiydi. Hamma joying sunniy. Tabiiy joying qoldimi qizaloq deb yozibdilar. Dada sizdan kutmagandim lekin bor-ku. Uyalmadingizmi shunday deyishga? Negativ yozsang senga hamma e'tibor berar ekan, yozmasang hech kim e'tibor bermas ekan. Mana Sizga nima endi shu? podpiska uchun qildim kelin. Atak yaxshi. Qani kelindi bir ko'raylik qani. Emi o'lang. Muncha chiroyli bo'ling. Parodalida onajon. Aytib qo'ying, kamida 1 yil xizmatimni qiladi. Bir umr xizmatingizni qilaman, oyijon. Ya, ana bu men o'xshamadi mana. Sassiqmikan? Nima? Tappa. Ozgina sabr qil, adina chiqib ketamiz. Shunchalar sabr qilsam bo'ladimi? Yo'q. Mana shuncha sabr qil. Shunchami? Yaxshilab jug'in, ko'pirtirib jug'. Yangacha, men kirsa unga olib kiryapsiz. Hali o'n zamon ko'tarsa-da. Hey. Sabr. Ozgina sabr qilgin. Yana qancha sabr qilay? 275 kun sabr qilgin. Ha,
qarindoshlar, yaxshimisizlar? Ha, kelinam endi o'zicha ish qilgan kishim bo'lib turibdi mana. Mana. Molni sir tiyapti. Yaqati ginomcha. Yaqati. Sabr sabr. Yomon tepdimi? Ne ajadir ne bo'ldi-da? Beting ham kattada, olib qocha olmagansan-da. Qachon ketamiz? Mana yozda sayohat qilishimiz uchun Rani beraverni qilib tur oldim. Beraverni nima u? 31 dekabrgacha Turkiyaga sayohat qilish uchun 60% chegirmada tur olsang bo'lar ekan. Qayerlarga olib boradi? Istanbul, Antalya, Bodrum, Alaniyaga olsang bo'ladi. O'sha paytda $1000 bo'ladigan turni hozir $400 olsang bo'ladi. Yana pulini borki, bo'lib bersang bo'lar ekan ketguninggacha. Qayerdan oldingiz buni? Ajelux Travel'dan oldim. Yana boshqa kompaniyalardan ham olsang bo'lar ekan. Necha kunga? 8 kunga. Sabr qilish 280 kun, dam olish 8 kunginami? Shukr qil. Mayli, tez ketaylik, iltimos ketaylik. Ayb qilamiz. Hey! Yozga sayohatga aylanishga paket topsammi? Oldin bizni jo'natasan. Undan keyin bilganimda qol. Mana nima? Kosa. Bu meni sabrimning kosasi. Aytaman. Dardimni onamga o'zim aytaman. Qaytaman. Aytaman. Dunyo yukin qanday men aytaman. Ham padaringga chalpaksan Gandinini oyog'ingga kiyib yur, zax o'tib ketadi. Gandini! Mana qacha kim o'lib qolsanga, mana qacha kim? Kim bu indiki bashara? Ota, men bu bilan Hindistonda ahd paymon qilganman. Bo'lajak keliningiz. O'ldi sharmanda. Ismi nima buni? Kamila Kayf. Kayfda tug'ilganmi bu? Menga qaragandini. Oyoq yalang yurding indamadim. Ishtonsiz yurding, vijdonsiz indamadim. Ismingni o'zgartirding indamadim. Endi bunisi ortiqcha. Tur yo'qolsin uyimdan ko'zimga ko'rinmasin. Otang meni tark etdi, indamadim. Onang meni tark etdi da indamadim. Bir chin dil sendur qadrini qayerdan ham bilaysiz? Shevana o'yiniki-ku. तुमसे प्यार है ये तुमसे प्यार है Ha? Kampir. Manga bitta burga ta'sir qilyapti bularga. Yarg'i, zindagi, shotaxi. Ya rohat, kayfovat, maishat kim edi buning ismi? Kamila Kayf ota. Kamila kim nima qilyapsan qizi? Kirlaringizni yuvyapti. Ya o'lsa kir yuvmay. Kampir bironasi deb bunga? Hay Kamila Kayf qizim, kirlaringni timsinda yuvgin. Buni gellari bor, kapsulalari bor. Kiyimlaringdan atir guldi hidi keladi. Kiyimlarni toza yuvishini ham aytgin. Yumshoq qilib yuvadi. Allergiya ham chaqirmaydi. Narxi ham qimmat emas. Shunday yuvgin, zo'r yuvasan. Kamila Kayf. Paxa deydin, ha? Ana sizga ko'pi. O, kofemi? Ay, buncha shirin. Bu uyimizda kofe yo'q edi, qayerdan damlading? Ana Kamila Kayfni ko'zasining ichida ko'pidan damladim. Original ekan. Qotillar! Tinchlikmi kelin? Bu ko'zada otamni xoki bor edi, qani? O'ldi! O'ti jonim, uyga kiraman. To'xta. Domla o'tyapti kechasi kuni qayerda sang'ib yuruvding? Ko'chada dada. Ichyapsanmi? Yo'q. Chekyapsanmi? Yo'q. O'shani aytdi, o'g'ling oyoq bossin deb. Qayerda yuribsan, ha? Sen shunaqa tarbiya berdimmi men? Gapir! Dada, bilib bilmasdan urushavermang-da. Oldin so'rang, nima ish qilyapsan, qayerda yuribsan deb so'rang, keyin Mani qara kuchuk, shular bir narsani bilmasa gapirmaydi. Gap qaytarma otangga. bo'pti, shularga ish olmay yuravering. Gap qaytarma dedim, yo'qol. O'g'lim, sal so'rab. Bilaman, seni xafa qilib qo'ydim. Endi otada o'g'lini o'ylab gapiradi.
Senden kechirim so'ramoqchiman bolam. Kechirdingmi? Kechirdingmi? Gapir bir og'iz dada kechirdim deb qo'y, ko'nglim xotirjam bo'lsin. Salomat bo'l. Onang indirsan, nasıl chekkansan? Xotiniga aytsin, bir kunda bir marta bo'lsa ham telefon qilib tursin. Ha, telefoning grom kalamatmi xotinchangga ayt, bir kunda bir marta bo'lsa ham onangga telefon qilsin, qaynonasi oxira. Qilyapman-ki, ko'tarmayaptilar. Qilaqqan ekan-ku dada. Baloni qiladi, xo'pmi? Siz ham og'zingizni ochib, bunday lallay o'tirmasa, erkak o'xshab dadil gapiring. Xizmatini qilmaganga yarasha. Hey, meni gapimni qaytarmaydi, o'zingiz gapiring. Ha, qo'rqasanmi xotiningdan? Ya? Zo'r gapirdi. Nega qara, xotiningga oid qarindoshlar guruhiga onlayn kiryapti-da, indamay o'tirib chiqib ketyapti. Yozsin. Nima bizni pisand qilmayapman ya? Ha? Siz ham gapiring bunday. Gaping o'tmayaptimi o'g'lim? Dadil gapiring. Dadil gapirganda ya. Men sizga aytyapman. Yozsin. Yozsin, tushundingmi? Ey erkak. Qarindoshlar gruppasi nimadir deyorma. Nima deyman, nimani har kuni gaplashyapti, turishadi. Xo'p degan bir marta nimadir deyorgiz qarindoshlarimga onasimiz. Ma? Voy, assalomu alaykum, onajon, yaxshimisiz? Bunday tuting, kallam katta ko'rinib ketyapti. Sizlar shunday sog'indik. Yaqinda boramiz. O'chiring. O'ylab qolasanmi? Bo'limi shoh chiqdimi endi? Nimani hal qildi shu? Nima bo'ldi? Oy ko'rsatdimi shu? Men bekarchimanmi bilan birga gaplashib o'tiradigan? O'zi antinam yaxshi emas meni. Men qutdem antina yo'q. Evvel mujika makasan ekansan o'g'lim. Bitta opang bor. Shuni tug'ilgan kuni bilan xotinchang tabriklay olmadimi? Har kuni bu 40 ga kiryaptimi? Esidan chiqibdi, antenasi yo'q edi. Antenasi yo'q ekan ota. Bahona qilmasin, xo'pmi? Mobil sim kartasini ishlatsin. Xorazm Qoraqalpog'istonda hozir internet birinchi o'rinda turibdi. Antenalarichi yappa-yangi hamma yoq o'rnatishgan. Ha, hamma antenasi tikka turibdi. Bahona qilmasin. Bo'ldi ota, uzr. Shu opamni bir marta tabriklasang ularmi deysan? Siz meni opam tabriklaganmisiz biron marta? Yassin opam. Xush kelibsizlar o'g'lim. Mana shunday ota-onani xabar olib turish kerak-da. Sizlarni shunday sog'indik, Biz ham sog'indik. Choy damlab beraymi? Ko'kidanmi, oqidanmi? Omoqda qilaman. Qiling. Menga qara o'g'lim. Xotining tinmasdan telefon qilyapti onangga. Gruppaga ham video tashyapti, tinchlikmi? Nimadir maqsadi bormi? Niyati nima uni? Nima qilay? Qilmasam qilmadi deysizlar, qilsam qilyapti deysizlar. Nima qilay, dada? Endi kelin o'rtasini oling-da. Ja ko'p ham qo'yarmang, ja kam ham qo'yarmang. O'rtasini oling. Nimani o'rtasini? Sredina deydimi? Sredinani oling. Vah. Assalomu alaykum. Bratskiga tashib qo'yamizmi? Bo'ldi, o'tiring. Nechinchi yilsiz, yaxshi qiz? 2000. Siz uylangan bo'lsangiz kerak-a? Yo'q, hali baxtimni qidib yuribman. Topganim yo'q. Nima bu palakat? Xudo. Nima qildingiz ukam? Orqamdan soldingizmi? Aka, men bor uzr, qanaqa urib sizni bilmayman, boru. Ha, mayli, palakatda endi nima qilamiz? Mana deb bo'lmadimi ish qilib? Yo, siz deb bo'lmadi singlar. Men o'zim keta qolaman. Ha, shunday qiling singlar. Aka, men bor uzrlik. Bo'pti, endi palakat aka. Kelgan balo shunga ursin. Qilib beraymi? Temirda endi nima qilamiz? Nima jo'li qiz ekan-ku bu? Rusyanka ekanda, oppoqqina ekan. Bitta like-chani bosaylikchi. Nima qilyapsizlar sizlar meni orqamdan uraverib? Aka, ko'rmay qoldim rostdan. Ya meni orqam sizlarga uradigan joy bo'lib qoldimi, nima balo? Birdan paydo bo'lib qoldi. Ya bo'pti, palakat ekanda endi nima qilamiz? Uzr aka. Ya nimadan bo'lyapti ekan? Shuncha palakat tavba qildim. Shu uzukdan bo'lyaptimi-kan? Yo'q, uzukdan bo'lmasa kerak. Qarang, hajab chilonzorgacha tashib qo'ying.
Xo'p bo'ladi. Ho'sh, palakat mashinamdan sani deb bo'lyapti ekanda. Mana shu uzukni deb bo'lyapti ekanda. Tush! Aka, mana qizni qarangda. Voy, o'zini sekin. Bor yiqol, o'zimda ham ancha bor ekanda. Ko'zim o'ynar ekanda mana. Bo'ldim devanna, vanna, 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 vanna. Erkak kishini nomusi bilan o'ynashsang, omadi bilan o'ynashma ekan bu. Men senga beradigan nonim ham yo'q, pulim ham yo'q. Tarjig'al. Menga noning kerak emas. Ana xaloq ketayotgan bacha sani bachangmi? Ha, nima edi? Uni bir kulfat kutobdi. Bekorlarning bog'ini jibsan, qurbaqaning sonini jibsan. Men senga ishonmayman, yolg'onchi. Tarjig'al. To'xta. Ana ukam nima qopdi? Kelinim guliga yapti. Что-то подозрательно-da. Kelinlar boteksmi? Ha, o'ylasa. Mana. Ekkam. Soch ekkan boshing og'risin deb. Voy. Tirnoq ekkan tirnoqqa zo'r bo'ladi. Mazordan tuproq olib kelgan bularni hammasi bachanga uradi. Voy, o'lay. Kim qildi buni? Mana bo'ta ko'z. Urma, so'kma. Kelin men siz qilganingizda mana bu boteks labingizdan bildim. Yo'q, ishonmayapman. Qurri, jik jabingda. Urma, so'kma. Hayda, uyingdan balo ketadi. Tur azdi shum qadam. Shantaj ekansan, sal sekin. Oh, nasibam. Bu qo'yni so'yish kerak. O'zi bittagina qo'yim bor. Qon so'rayapti, bachanga uradi. Voy, o'lay. Nimaga so'ymayli? Bu yerda so'ymayman, uyimda so'yaman. Bunaqa qoni tushsa bachanga uradi. Men rozi, mayli ol. Sal ozg'in ekanda, tak bo'ladi so'tsa. Ering bormi? Bor. Nima edi? O'zim so'radim. Ana u nima? Ha, buma to'ydan keldi. Bitta ko'ray. Voy, ma'muram. Sifat shirinliklarimi? Yangichalari chiqibdi-da, bu zo'rda bu. Buni olib ketaman men o'zim bilan. Nimaga? Ha, buni tekshirib ko'rishim kerak. Как раз bugun rождение bor edi. Nima? Ochdi qilaman, menchi savoling ko'p. Mana chiqdi, ko'rdingmi? O'lay, kim qilibdi buni? Buni qudang qilgan. Qudam o'lib ketgan-ku. Bilmayman, kimdir qilganda endi. Yo'nish operadi. Bu buvaydicha kimniki? O'g'limniki. Buni qanday o'gan u? Kim bu mashinani ham minmasin, men qanaqadir kulfat ko'ryapman o'g'lingda. Nimaga? Minmasin bo'ldi, nimadir bo'lishi mumkin. Nima qilamiz endi? Xotinim nimaydi o'rizmi? Shunga ishonasizmi? Nima qilay, senga kelgan balolarni dab qilaylik dedik-da. Endi nimani haydayman men? Ana, ne deysan? Mehnatkasan. Hadi qara. Poponing keldi, qara. Sen jinni uyaltirma, jinni. Bulbulim? Mehnatsevarim. Vaqt o'tib ketmadimi? Yo'q, to'ygacha o'zimni ehtiyot qilyapman. Qo'rnizam och qo'ygandir, ovqat olib keluvdim. Namuncha mehribonsan, bulbulim. Qaydam? Hammani ham qizchasi o'zi deganda. Uyaltirma, jinni. Bo'pti, poponi men mo'yka qilay. Kotletingdan mana. Yo'q, bu yerda men baxtliman. Men baxtliman. Pahlavonim, kiyimlaringizni yuvib bo'ldim. Yana bir şey ayting, yuvib beraman. Ko'ra, uylanishga zo'r qiz topgansan-da. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin baxtimizga. Dadajon, oyijon yaxshilarmi? Yaxshi. To'ydan keyin o'zim yaxshilab qarayman. Voh! Taqdirim buncha go'zal. Mehribon xotin, bu choy-poy damlamaysanmi? Uxlayapman men, yo'qol. Onam bilan dadamga qarayman deganding. Sani onangni ham, dadangni ham ko'zimga ko'rinma. Aldadı yarım, ölgünümçe sevemen deyip aldadı yarım. Öyle bir qiliq. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Ha, jibsizlarmi? Shukr. Doktor, 'am akis kelyaptimi? Kim kelyapti?
Kim kelyapti? Hey, bekor aytdingizda shu gapni. Yoshligida men qo'rqitib qo'yganman. Ana doktor amaking keldi, ana doktor ukol uratdi deb. Miyasida qolib ketgan travma og'an. Voy jiyan doktor yo'q, hazillashdim. Ke, o'tir. Che bermagan. Yo'l jinni. Jinni ekan-ku. Jinnamaki. Davay qizdan anaqasini so'rab keldik. Ha? Kattalar so'raydi, otang so'raydi. Endi qizingizni anaqasini so'rab keldik. Ha? Men birtada tentak. Qo'lini so'rab keldik demoqchi, sovchi. Ha, endi qiz bor uyda sovchi keladi-da. O tegma unga lo'laga berib yuboramiz uni. Kim? Nima deyapsan? Hep ulaydi. Shu lo'lada bekor aytdingizda. Shu yoshligida lo'liga berib jaraman deb qo'rqitganman. Endi miyasida qolib ketgan travma og'an. Lo'la yo'q jiyan, hazillashdim. Jinni amaki aldamadi unaqa. Ay, yana nima bo'ldi? Sumak deb o'ylayapti-da, surnaydi. Yoshligida travma og'an. Sumak qisganda og'rigan. Bu so'rnayu jiyan, so'rnay. Ha, surnaymi? Mana deb. Yo'q, xolam. Mayli. O'tiringlar. Olingizlar. Nega o'g'lingiz yemayaptilar? Ha, voy o'layli. Biz mehmonga borganda anonimiz bor, parolimiz. Men bitib imashara qilsam olamasa yo'q. Ha, ishorani qiling unda, yesin, o'tirmasin. Olam, davay, bas. Ya, choy iching. Mana shu langardan chay. Rosa yaxshi ko'raman. Qashqadaryoda langar ota tog'da chiqyapti-da. Bismillah. Tuyaday chanqabdi, ha? Davay. Qizingni aniq qilay. Ha? Gaplashib ko'raylik deyapti. Xullas, mana bachacha yoqdi menga. Nozgina travmachasi bor ekan, uni hal qilsa bo'lardi. Men rozi. Davaram ke, kakacha ber boboga. Amaki men beraymi kakacha? Travma borda, travma. Film Komil Yormatov nomidagi kinostudiyada olinmadi. Langar suvi zakazi bilan olindi. Dublyajda aktyorlarda Like Bosiyev, kommentariy yoziyev ishladi. Like bosmagan kaltagiydi. Yaxki kelin ro'molchi beradi. Tezki. Salom, kelin salom, qaynonasiga bir salom. Hey, men salonchi kelin olganman. Salonchi kelinidan deylar. To'g'ri. Davay bosinglar. Salonchi kelindan salom. Ey, baxtli bu ukajon. Ishbilarmon xotin olsan. Shukr aka, shukr. Qo'shi. Tinchlikmi? Qayerga ketyapti? Salonchi kelinga yuzimizda bir makiyaj qildirgan keluvdik. Menga kelgan bilan. Necha yozdiringizlar o'zi? 5 ga. Davay, tezlashing. Tezsiz qiling. Chopalang. Ukajon, soqqan tagida qolding sen. Shukr. Dubaydan uyamoqchimiz. Endi shunday ishlab tursa zo'ra, ola. Voy rahmat, rosa chiroyli bo'lib ketdi-ya. Xuddi malikalardek. Sog' bo'lasizlar. Voy o'lay. To'kurdim bularni tavba qildim. Bu stilda siz qayerdan bilaysiz? Bunisi zitta gitta, bunisi lada lopasi bu. O'lsin. Obraz bu, obraz. Ha, uyda yerlari obrazini chiqarib qo'ymasin hozir bularni. Naqadar baxtliman. Erishsam deyman men orzu. Assalom. Kimsiz? Onayman, bolam. Nima bu? Nima bu? Salonchi kelinim qilib qo'ydi. Yarashdimi? O'lsin shu keliningiz. Bu borki go'zallik salonida emas, avtosalonda ishlagan u. Yo'q, oldimga tosh qilig'ingga sanam. Aha, aka, tinchlikmi? Ha, xotiningni ko'rmaysanmi? Yangangni tuppa-tusuk sochini nima qilib qo'yibdi? Lekin yarashibdi. Nimasi yarashgan? Yalmog'izga o'xshaydi, qara. Bor joyiga qaytar. Hozir dadasi hozir. Tupuraman, tupurgim quriguncha soching joyiga qaytsin. Amanam nima qilay, bu yerda bu yerdim. Bu ham qizil tinta ekan, sochini bu yerdim.
Yanga kelib shuni ham gapiga kirib sochingizni bo'yaysizmi? Undan ko'ra eklerda bo'yasangiz bo'lmaydimi? Xohlagan rangingiz chiqazib beradi. Rangi ham uzoq muddat ketadi. Agar kraskadan to'g'ri foydalansangiz, sochingiz rangini xuddi rasmdagidek chiqazib beradi. Undan tashqari yanga shampuni ham, balzami ham bor. Sochingizni yaxshi oziqlantiradi. Qancha ikkinchi o'rmak? Nima ishingiz bor? Salonchimanda kerak bo'lan. Aya? Nima ovqatni o'z qo'lingiz bilan yemayapsiz? O'zim? Qo'lingizni ko'rsatingmi? Uyalaman. Ko'rsating, aya. Ha, o'llaring. Shuni ham qildingmi? Shunchalikka bordingmi, ha? Men oyijon go'zallik dunyosini o'zgartiryapman. Borda o'zingni onangning dunyosini o'zgartir. Mani onamning dunyosiga teginma. Qo'lingni sindiraman, tushundingmi? dilbar ko'zi qaro dilbar. Sabr qiling kelin. Ichingizda qurtimiz bormi nima bola? Bizning uyda ovqatni kattalar boshlaydi, xo'pmi? Ey dadasi, kim esmi siz ham ey? Hozir, mana. Pishdim ovqat hozir boryapman mana. Hozir. 1 minut. Oshmi? Bitta tuvalet kirib chiqay hozir. Voy. Tuvalet suvi ketmayapti. 6 sekund. 1 minut. Hozir. Bu kishiniki nuqul ovqat payti tutadi. Hozir. 1 minut. Dada, qornimiz ochqab ketdi, kelasizmi? O'lib ket murdashav. Uzr. Hozir. Qo'y hidi bo'pti. Popolarimni almashtirib chiqay. 1 minut hozir. Ina hozirchilikda o'laman. Excuse me. O'lay. Endi qayerga? Achotim yirtiq kelin oldidan o'qilay. Chotimga kuydirib chiqqan. Sorry. Qanday? Qara, bismillah. Dilnoza qizing telefon qilyapti. Alo. Qani endi bismillah. Padaringga la'nat. Hozir 1 minut. Jim o'tiring, chiqaring yoqdimi? Mana sen yeymi? Eshityapman kelin. Masanga qanaqa kabel qo'yganmi uyga? Zaminkani bo'lib portlabdi-ku. Oddiy kabel qo'y. Sifatsizdan qo'ydingmi? Men senga artikul kabellardan qo'ygin degandim. Buni ichidagi simi toza misdan. Har bir metri bor-ku, tekshirilgan. Yozda ham, qishda ham cho'tki ishlaydi. Zaminkani bo'lmaydi, portlamaydi, tokni zo'r o'tkazadi. Agar mana shu kabellardan uyimizga polni o'tkazsak, ishon butun umr xizmatimizni qiladi. Bo'pti, kayfiyatni buzmaylik. Qornim och qo'ygan oshni olinglar. Qani, bismillah. Absamat. Bola absamat, dard absamat. Jo'ra. Rizqim qo'shilgan ekanda. Ke. Rizqim o'lsin har kuni qo'shilmay. Qani, Boshla. yo sen boshlasan, kattasan. Ammo kattaman, ha? Men boshlashim kerak. Bitta qo'lim yuvaydi hozir. O'lib ketlaring, bo'ptimi, xo'pmi? Yursin. Sizga. Tir. Taring. Jam ishlar. Nimaga? Pastda qo'shni bor, shovqinni yoqtirmaydi. Bizga O'zi chiqsa hammamiz dabdala qiladi. nimadan qo'rqasan? Любой chiqsa, ustani bo'rilar qo'rqmaydi. Keldi-yu. Yo'q, nima kelsa qo'rqasan? Duh. Zачем шумереваешь? Nima? Zачем to'palang zelaya? Не кричи, бахрасон. Иди отдыхай дома. Чего? Ты меня? Твою Чак Норрисmi bu? Yaxshimisan? Qattiqdan urdi.
Shunga shunchami? Oltariq deysan. 11. Olmaliqmi? 11 nomer deb. Nima keladi o'zi? Keldi ana. Keldi. Я тебя что говоришь? Что говоришь? Я тебе не надо тыкыр-тыкыр, дукур-дукур, гр-гр, дук-дук. Чё зелёешь? Кечир, Слападжон. Иди ты на твою мать. Чего? Сегодня хорошо день. Пятница. Иди гулять. Не нервничайте, пожалуйста. Только улыбиться. Gece sensiz yotaman, seni boshdan ataman. Nishon gelmedi ishima, qaytaroq yotaman. Иди на парк. Nishon gelmedi ishima, Do'stim, kepda trend qilaylik. Kimni ko'zi ko'rinar ekan? Творожный блинчик. Pedagog. Bitta kakacha bering. Kakani qaydan beradi bola bo'lsa toboqsa? Bulbulidan deydi. Aynan. Ey bulbul. Jiyonim. Bermagan qara. Ha, oyijon. Ana xotinchangga ayt. Beshikka belasin bolani. Beshik bolasi bek bola bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p, oyijon, aytaman hozir. Xotin. Eshitdim. Sumak qisadi. Yerda yotsin. Bir marta bo'lsa yotqizaylik. Tushundim. Ey, bolani olib chiq. Nimaga? Tuproqqa cho'miltiramiz. Enani qornidagi juni to'giladi. Tuproqqami? Olib chiq degandan keyin olib chiq. Bekorlarda aytibdi. O'zini junini to'ksan. Infeksiya tushadi bolaga. Ha? Yaxshi. Shu bolani olib chiqaylik, aya bekordan aytmasa kerak. Yo'q! Aya bola uxlayapti ekan, jun to'kilgan ekan-ku o'zi. Ha. Ha. Xotiningga ayt, pampers kiydirmasin, kichkina bo'lib qoladi. Pampers kiydirmasam, musicha siyib qo'yadi, nima qiladi, beli shomallaydi, o'pkasiga o'tib ketadi, pandemiya bo'ladi. Ey, tomog'ini tiysin, torbiz yemasin, bolani ichi ketadi. Arpa badami cheppa. Ey, o'lib ketlaring bo'lmasa. Oldin kelgan oldin ketadi. Tashlab bermasin, yemissin bolani. To'ymayapti. Yashaylar sizlar, yashaylar. Men endi bola och, nahor yotibdi pashsha talab. Sizlar men endi nimani beray, uni ber, buni ber deb yotibsizlar. Kelishib olib, keyin tug'inglar aya. Nima qilasizlar mana bunaqa qilib tug'ib? Mana bechora ota ham sarson, sargardon bo'ldi bechora. Rahmat. Turing bitta emizing, yo sut bering, qorni och qolib ketdi. Mana ichayman yo, ha? Issiq bu ham, ey. Bormi? Nimadir mana shu nam mana, onasini yemsin. Nam mana. vay bana vay bana. Voz krasniy yakshanba bo'ladi. Fu, Salimjon, qildingmi? Men garshokka o'rgatuvdim-ku, bor ko'tingizni yuvib keling endi, boring. Boring bolam. Shu bog'chaga ajoyib yigitda kuyov qilmoqchiman. Voy, baraka topas. Juda yaxshi bola. Bobirjon, bu yoqqa bir qarab boring. Hozir bolajonlar. Bobirjon, men sizga kuyov qilmoqchiman. Faqat ichki kuyov. Ichki-yu. Lekin men ishimni yaxshi ko'raman-da. Voy, eritikka, voy. Anaqa to'ydan keyin ishlayverasiz. Mayli, shartlarimga ko'nsanglar bo'ldi. Roziman. Ha, oyijon, qani, piyodalarni qimlatamiz. Malades, oyijon. Dada nima bu qilib? Nima meni qotgan, muskilni bo'shattiramiz, dadajon. Bel og'riyapti-da. Qani, hammamiz bo'lmasa o'tirlikka ulgurmaymiz. Burxon! Choyxonaga bormaysanmi?
Boring yiqoling, dadajon bugun o'ynamaydilar. Bugun mashg'ulotlari bor. Millat yangi kuyov yomon chiqibdi-yu. Qani dadajon chalg'imaymiz. Oyijon, bu yoqda, o't. Dada, nima bu yerda uxlayapmiz? Hayt! Chiqib keldingmi sen, ha? Bor chiqib kel. O'l topgan kuyoving bilan hayotimda bu yerda uxlamaganman. Dada eshityapman men hammasini. Ha, bo'p. Texnichas. Bobur aka. Biz spalniyada uxlaymizmi? Ey, tarbiyasiz. Qanaqa spalni? Gruppada uxlaysan, kir, texnichas. Bor chiqib kel. Kartoshkani ruschasi nima? Kartishka. Kartofel bo'ladi. Sabzini ruschasi nima bo'ladi? Markofel bo'ladi. Shunda piyoz lukofel bo'ladimi? Barakalla! Lukofel bo'ladi piyoz. Topganlarga sifat shirinligidan beraman. Sifat shirinligi bilasizlar, trendda. Topolmaganlarga esa shataqdan beraman. Ha, dadajon yo'l bo'lsin. Texnichas tugadi, bir aylanib kelay. Men sizga chalg'itmang dedim dadamni. Yo'voyi. Mashg'ulot qildingizmi? Ko'raychi. Yo'lsin, shu marojnimi? Karta chizdingizmi? Orqa. Bu orqa emas, o'rganib qolibsan. Ichkariga, gruppaga, davay. Uflamang. Mani shartimga chidasanglar kuyov qilinglar dedimmi? Yo'q, keling yo'voyi. She'r aytsangiz urmayman. She'r bilasizmi? Non yopgan, mening oyim. O'sha non yopgan oyingizni oldiga 3 sekund ucha olasizmi? Uching yo'voyi, uching. Qanotlaringizni qoqing. Bor yiqil o'zingni bog'changda o'yna. Qanjon, buni qarang. Buni bosharasiz qani? Ko'zini qarang, chiroyli-ku. Lekin ko'zi yeyman deyapti. Bir gaplashib ko'rasizmi, orqasida nomer bor, qarang. 97. Davay to'yni tezlashtiring, yuravermasdan, Dadamga ayting, to'yni tezlashtirsin. Bor. Nima qilyapsiz, poponi? Ko'chaga chiqmaysizmi? Ey, qillamay o'l. Chiqma bu yoqqa. 1 soat bo'ldi kirib ketganing. Boshqa joy yo'qmi telefonda gaplashgani? Bumaga yo'q ekan dada. Poponi, dadam kelib qoldi. Bitta rasm jo'nating, ko'rgim kelyapti. O'lsin buni chiroyi, o'lsin, bir kun meni o'ldiradi bu jinni. Bumaydi o'pki. Poponi, sevaman demasdan o'chirgan 3 ta harf. Jonim, sizni sevaman desa chiqib qoldi-yu. Voy, o'lay ovozida. O'g'lim keptilnikka suv qo'yganman. Issigan bo'lsa olib chiq. Poponi dadamga suv olib chiqyapman. Mana dada. Siz nima qilyapsiz? Poponim dadamni tok uryapti. Bitta tumaloq video tayyorlang, ko'rgim keldi. Voy, poponimni dadamga mehribonchiligini. Dada sizni tok uryapti, tok uryapti sizni. Allohga ko'm. Poponim dadam loyga ko'm deyapti, ko'maymi? Va nihoyat ertaga ko'rishamiz. Bo'pti, telefonni o'chiring. Yo'q, siz o'chiring. Yo'q, siz o'chiring. Siz o'chiring. Bo'pti, telefonni qo'yib qo'yaman unda. Shotingiz o'chib qoladi, jinnoy. Yo'q, men shotim o'chmaydi. Menda mobil o'zi xotirjam 60 tarifi bor. 60 ming oyiga tashlayman, telefonda gaplash VIP, Instagram, Telegram, WhatsAppda gaplash VIP 35 ming megabayt beradi. 3 mingta SMS beradi. Xotirjam yuraman. Bo'ldi, uxlaymiz, o'chiring. Siz o'chiring. Qaysi biring bo'lsang ham o'chirsang o'chir. Uxlagani qo'ymayapsan. Va nihoyat poponimni hayotda ham ko'raman ekan-ku. Poponim, men keldim. Sankum. Tishingiz qurtlabdi-da. Ishangchi. Ko'taring. Tushiring-da. Ha, bekorga rasmda yuzinglarni tez tushmas ekansizlar-da, ha? Mayli, sevgi tish tanlamaydi. Men sizni sevdim. Altın gülü 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 gülü. Altın gülü 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 gülü. Voy tavba, kuyov qarib ko'rinadi buni.
Sochi ham to'kilib qolgan ekan. Kechirasizlar. Rossiyan reysi nechida ekan? Rossiyani bilmadim amaki, lekin biz Turkiyaga ketyapmiz aylanishga. Ana, ko'rdingmi sen ho'kiz? Qiz bola mehribon bo'ladi. Turkiyaga dam olganni olib ketyapti otasini. Qarang, menga mol go'shtidan, bularga qo'y go'shtidan sho'rva. Dadangizga o'g'irlik qilmaydimi qo'y go'shti? Nimaga tanomayapsiz azoqchi? Stress qilma, sochim to'kiladi. Nimani ko'rsatay? Baqirma. Baqiraman. Baqirmasdan gapir. Yaxshi qiz, otangiz tengi odamga baqirish to'g'rimi o'zi? Men otamga tik qaramaganman. Jonimga tegdinglar. Qanaqa ota? Erim bu. Uzr. Otangizga o'xshatibman lekin. Aldamaydan oling. Aldaganim yo'q. Lekin rostdan qari ko'rinar ekanlar, otangizga o'xshar ekan lekin. Bir marta ayt, qayta aytasanmi, ko'nglimga ham tegadi demaysan. Garmonlarim, murskoy garmonlar oshgan. 28 yoshman, lekin fasad 45 ni beradi, nima qilay? O'laymi endi? Altın gülü 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 gülü. Altın gülü 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 gülü. Nima qilyapsan, Shalpanay? Dadasi Jennifer Lopez kepti, ko'rdingizmi figurasini? Zo'r ekan, lekin chotki narsa ekan. Nima, men Jennifer Lopez deb bo'lolmaymanmi? Bo'lasan bir momosidek bo'lasan lekin. Jennifer Lopez senga o'xshab osh yemaydi, gapga bormaydi, molday yemaydi. Dadasi pul bering, zalga chiqay. Dugonalarim hammasi zalga chiqib chiroyli qiz bo'lyapti. Men ham Jennifer Lopez deb bo'lay, dadasi. Nima bo'pti? Ayta pul bor. Oginda boraver. Xo'p. Hey, Ha, ana baqbaqang ketadimi? ketsa kerak. Ket qiz, shuni iltimos. Tray Jennifer Lopez. Buldozerga o'xshab yotibsan. Nima bo'ldi Zali? Sochimni uchigacha og'riyapti. Qaytib chiqmayman zalga. Nima bo'ldi endi ana baqbaqang? Dadasi, baqbaqani yo'qotish uchun arabcha raqsga borish kerak ekan. Dugonalarimning hammasi boryapti. Pul bering, boray. O'zbekcha o'ynamaysan, arabchani qanday o'ynaysan? Bo'pti, bor. Ko'ramiz qanday o'zgarar ekansan. Ya top top, ya dalla. Mana qara. O'qituvchingni dars o'tgan vaqti bo'lmadimi? Birontasi so'rasa arabcha o'ynayapman dema. Prosta ichimda qurtim bor degan, tushundingmi? Nolimang dadasi. Davay bo'lmasa pul bering, pravaga o'qiyman. Hamma dugonalarim o'qiyapti. Mana ham o'qiy. Go'ram qilmaysan. Ko'ramiz, qani shuni qo'ylatasanmikan. Bor. Rahmat dadasi. O'lib ket, o'limlarda ket. Sangina o'lganim o'rtashov. Nima qilding mashinamni? Dadasi mashina urib oldim. Ha, tormoz. Bosdim tormozni. Ama sana aytyapman tormoz deb. Tush mana qilib, pulimni ham, o'g'limni ham yeding. Xo'p bo'ladi. Endi meni aytganim bo'ladi, tushundingmi? Institut o'qiysan. Qaysi institutda? Ana Surxondaryoda Termiz iqtisodiyot va servis universitetida o'qiysan. Sharoitlari chotki, o'qituvchilari malakali, kontraktlari ham arzon. Hozir qabul ketyapti. Tezda ulgurib qolishimiz kerak. Kim bo'laman yurda? Odam bo'lasan, o'qituvchi bo'lasan, pedagogika yo'nalishlarining hamma yo'nalishi bor. Banklarda ishlasang bo'ladi, iqtisod yo'nalishlari bor. Undan tashqari meditsina yo'nalishi bor. Kakras sanga mana figurangga doktor bilan medsestra bo'lish yarashadi. Jaylo. Dadasi gap yo'q, o'qiyman. Faqat oxirgi iltimosim pul bering, psixologga boray, miyamni tinchlantirib olishim kerak. Oxirgisi lekin. Oxirgisi. Eringiz sizga e'tibor bermayaptimi? Unda shatta qizil bayroqni ko'taringda pasholvon deng. Ajrashing, onasini emsin. Erga qirq kelgani yo'q. Ey, kimni ajratyapsan? Dadasi, men siz bilan ajrashmoqchiman. Qizil bayroqni ko'tardim. Buni menga psixolog Komila Vladislava o'rgatdi. Psixolog. Sen o'zing ering bormi? Erim bilan ajrashganman. Nima birovni oilasini ajratyapsan? Chunki men ko'ra olmayman, zo'r oilalarni buzgim keladi. Tushundingizmi? Siz davay qizil bayroq ko'taring, eringizga pasholvon deng. Kimga pasholvon? Pasholvon deysiz bugun. Apting qurusin sani. Sani. Sal qolganda atyolka bir joyingizga kirib ketardi yaxshi qiz. Voy, rahmat Batman. Chiroyli qiz ekansiz. Yigitingiz bormi? Unaqa savol bermang.
Qara. Hop. Endi nima qaraman? Ya bitta ham. Ay 05 bakalashkom. Rahmat sizga Spartel menim, siz meni bitta o'limdan qutqardingiz. Yaxshi qiz, seriozno ayting, yigitingiz bormi yo'qmi? Odam uyoltirmang, uyolib ketdim. Chunka. Ehtiyot bo'ling. Rahmat sizga. Spartel menim. Seriozli gapiring. Yigitingiz bormi yo'qmi? Bezor qilish borku, yigitim yo'q meni, yo'q. Yo'q degan. Dildor aka sizmi? Men seni sinagandim. Ha, betkiningga uji toshkor. Ha, semirib ozolmay yo'l. Qarab tursan, yigitim yo'q deb hammaga aytib yursanmi? Hammang bir ko'rsanlar. Dildor aka to'xtang, men sizni Urgimchakda uylagandim. Ayrıldik. Ayrılmaylik. Çıkmayapti. Yo'q. Uf, dadasi shuni aytib kelishlar jonimga tegdi boku. Yana kamiga onamni ham suygansiz. Onam kelsa aytib beraman sizga. Yo'qning ham sani borka. Yo'qni joning ham sani. Bor yiqil ko'zingga ko'rib bor. Qizim? Ha, kuyov? Tinchlikmi? Assalomu alaykum onajonim. Jannat onalar oyog'i ostida deyshadi, bir olay. Onajon, bir duo qiling. Baxtimizga doim sog' salomat bo'ling. Gulim, nega turibsiz? Bir osh qiling, onamni to'ydiring. Onajon, men bir qo'y so'yaman siz uchun. Xush kelibsiz. Voy aylanayin, shunday yaxshi kuyovim bor qara. Sen nuqulni olaysan. Boshdan solaylik oyjon. Onajon, Labbay. men jumaga ketyapman. Qaytishda qaynatamni ham qabrlarini ziyorat qilib kelaman. Gulim, onamni zeriktirib qo'ymang, xo'pmi? Shunday tilla kuyovim bor. Nimasini yomonlaysan? Alkash. Onangni sani. Uncha baroq kelib dadasi? Ha, bugun chorshanba ekan-ku, ertadan keyin ekan juma. Ketdimi kampir? Ha, kuyov. Erta kepsizmi? Assalomu alaykum onajonim, diydoringizga to'ygani keldim. Bas, qo'shni, bas. Uyalmaysizmi? Sizni gulday ayolingizni tug'ib voyaga yetkazgan qaynonai mo'tabaringizni so'kkani. Onajon, sizni so'kkani tili uzilsin. Onajon, siz borsiz, biz bormiz. Onam meni onam. Onamni yig'latmanglar. Nuriddin, Hop. Abu Sahiy bozoridan любой narsani tanlay sizga olib beraman. Sovchilar borganda ota-onangiz karilayotgandik-ku, hamma sharoitini qilib beraman. Xohlagan narsasini olaversin kuyovimiz. Ey nokas, nima birovni mushtipar qiziga baqirib gapiryapsan? Ko'rmaysizmi, yaqinda to'yimiz aka, parda olib beramiz, karillagan ota-onasi. Hech narsa olib bera olmayapti. Sharoiti ham yo'q, puli ham yo'q bular. Ya o'char sharmanda. Ko'ryapsan oyajon, zamon qanaqalarga qoldi. O'zi necha yilgi zarin pardalarda turibsan. Bu yerda narxlar ham qimmat emas. Xohlagan turdagi pardalaring bor. Respublikaga optim narxlarda berishadi bular. Tikuvchilari ham bor, uyingga borib o'zlari tikib berishadi. O'zing ol erkak. Kuyov? Sizga ham biz olib berganmiz-ku, parda bilan mebelli. Onajon, siz ketyapsiz, uyimizdan fayz ketyapti, ishoning. Ana fayz ketdi. Yamonam aktyor ekansiz. Yonang ham sani qaytib kelmasin, tushundingmi? Borsin boshqa qizlarnikiga pishirib qo'yibdan bizga kelib oladi. Kuyov, hamilyon ekansiz-a? Asl basharangizni ko'rdim. Ketding, iltimos sizdan onajon. To'g'ri, aktyorman men. Men mana shunday qaynonam kelsa tushlanaman, hamilyon bo'lib qolaman. Charchadim ona. 3 kundan beri qiynab yordingiz. Rol o'ynab charchadim onajon. Osh qilib beraman, yeysiz degandingiz. Ha, umrimni yedingiz-ku. Asal onam, shakar onam, qand onam. Mana akajon, narsalaringiz mana bu zachizga qurt. Bugundan boshlab O'zbekistonda qurt pul sifatida muomalaga kiritildi. Ha, Jamshid. Salom bergin kelmaydi. Qurting ko'payib qoldimi? Yo'q. Bilib qo'y, qurt qo'lni kiri. Bugun sanda bor, ertaga menda bor. Huzur aka, assalomu alaykum.
Qurtni ketidan yugurib ko'zim ko'r bo'lib qopti aka. Doktor, uni ahvoli qanday? Ahvoli og'ir. Doktor, xohlagan qurtingizni beraman. Og'zingizga siqqanicha beraman, faqat uni saqlab qoling, iltimos. Odamzodni sog'ligini qurt bilan o'lchyapsanmi? Boring chiqib keting. Kassaga to'lang qurtlarni. Najim aka, biz umuman birga bo'la olmaykanmiz hayotda ham. Nega aşkım? Mani uydagilar qurtdor oilaga erga berolmoqchilar. Qurtdor oilaga? Vafadorimsiz mani. Bo'ldi, tushundim. Sanga qurti bor bolalar yoqar ekanda, ha? Poponna? To'y aka. Siymat multfilmini ko'rgansan-a? Shunda birinchi dadasi o'ladimi, onasimi? Dadasi. Onasi. Yo'q, dadasi. Onasi. Dadasi. Onasi. Turli qonlaringga detskiy panyatkalar. Nima uni qildingiz? Formeni alishtir bilan g'alati yurangi. Йога Закари, без комментариев. И изгибы, как у Феррари. Держи пари, она из Италии. Mana machakoda mojito fresh ichaman. Mana uni ichmaysanmi? Qonimni? Siz meni sevmaysiz, erkalanmaysiz ham. Popona, onam meni shunaqangi chiroyli tuqqan, rohatini esa sen ko'ryapsan. Mazami? Tushunmadim poponim, kim bu yigit? Xiyonatmi, ha? To'y aka mani uydagilar chiqishiga erga bermoqchilar. Men seni tomchilardan qizg'onardim. Senga esa yomg'irda yurish yoqar ekan. Chavoriga o'xshab o'g'irlamay o'l. Kim bu sota qo'zi? Bilib qo'ygan poponcham. To'yingda shunaqangi kerilib o'ynayman. Dugonalaring kim bu yigit deb so'rashsa, ushalmagan armonim deysan. O'g'irlama. Ko'ryapsanmi? Mana uraman seni. Kuchim yetadi, lekin o'zbek urmaydi. Cho'tim yirtilyapti. Qodir quloq. Qo'shni yaxshimisiz? Anaqasiyo. Ko'rdingmi? Qizim Koreyada o'qishni bitirib keldi. Tabriklayman. Ming bor uzr qizim. Endi naryoqlarda o'qish sanga emasda. Bechora otangni kasriga qolding-da. Jam kulmanglar, ha. O'zi taqdir bilan ustidan kulib o'tiribdi. Aka, hazil qodir quloq. Men qarab, bilaman, yozi chillasida orqaga shunaqangi kuyyapti. Ana chaqaloqlarni ko'tibda surtadigan pritsepka bor-ku. O'shani surtgan achimaydi. Davay, qodir quloq. Nima qilyapsan? Butun mahallada bizni oila gap-so'z. Yasha qizim. Voy, yaxshimisiz? Qizingiz Koreyada o'qiydigan sovchilikka keldik. Qodir quloq, bizni uyga o'sha sovchilar kelyapti. Sanki kelmayaptimi? Kelmaydi hamda. Qizingiz o'zi qaysi institutda o'qiydi? Texnologiya fakultetiga joylashgan kollaboratsiya mexanizatsiyaga kiritilgan kitobning qizil mamlakatiga kirib ishlaysiz. Ana ko'rdingizmi? Ismi esingizda qolmaydi. Qizingiz bitta qarsha gapirib bersa, maktabda dars berardi-da. Qarsha gapir. Angru mehrimi? Tojikcha gapiryapsan, qarsha gapir deyapman. Junsang, Jumon, Oshin. Tangem. Bizga qizingiz yoqmadi. Ketdik, qarang. Voy, antabda qizim bir ekan. Nima yoqmaydi? Dahka.
Qanaqa gapiryapsan? Faqat Koreyada kino ko'rdingmi, nima bo'ladi? Hey! Qizim, siz qayerda o'qigansiz? Avvalambor so'zimni assalomdan boshladim. Assalomdan boshladimmish. Yersirama o'l. Men Toshkent Perfect universitetida o'qiyman. Kontraktlari ham arzon. 8 million so'mdan boshlanadi. 1,5 ming kishilik yotoqxonasi ham bor. Har bir talabani o'zlari ish bilan ta'minlab berishadi. Bo'ldi, men sizni kelin qilaman. Xolajon, men ham so'z boshimni avlodimdan boshladim. Nimada? Assalomdan. Voy, menga yoqmadi. Ha, qo'shni. To'g'ri, Suxoy. Boshlandimi? Yomonam yonyapti. Choy qaynadim bolam. Yo'q-da, olov pastga qilyapti-da. Ada Qodir quloqni qizi zo'r o'qishga kiribdi-da. Eslatma shuni. Orqaga zo'r yonyapti-da, choy qaynayapti. Dadasi, dim ajoyib o'ynab turibmiz. Boring, bitish to'kilsin. Happy birthday to you. Kechirasiz, siz ayolingiz tug'ilgan kunimi? Ha. Shot to'laysizmi? Katta xolang to'laydi, men to'layman. Qancha bo'ldi? $1300 bo'pti aka. Nimani go'shtini yedi bular? Otnikini. Endi patida bu. Ya patinggacha, bor yo'qol. Sog' bo'ling. Bo'y ketaylik. Ota, bugun men tug'ilgan kunim. Voy, yo'q-ay, bugun adang. Havo. Tum zo'r bo'pti, nima ajoyib. Boring, mollarni tagini tozalang. Mol. Ay? Larni tagini tozalab kelay. Ha, suv ham bering. Beraman. Xotin, sen tug'ilgan kuningda $1300 ketdi, ha, patingga? Aytmoqdim, zo'r bo'ladi. Menikini nima qilamiz? Siznikini vobshe zo'r narsa o'ylab qo'yibman. Zo'r bo'ladi siznikan. Qanday narsa, nima bo'ladi? Kechki payt bitta chotki qilib ko'tir barak pishirib beraman. Turqing qursin. Xotin. Voy, hang. Hang. Shu mana ham o'rtoqlarimga bugun bir patiyani bir o'tirishchani qilib bersammikan? Hazillashdim. Hech qachon bizda tug'ilgan kun bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Faqat sizlarniki partiya bo'ladi, vechirinka bo'ladi. Biz erkaklar odammi? Tug'ilgan kun qilasizmi? Tavba qildim, qilsam agar o'lay agar. Qo'tir barak yeyman men qo'tir. To'xtating shu zamonni, bugun tug'ilgan kuni. Shunaqangi shirin tug'ilsam bolamni. Kelin qiynalmadingizmi? Og'riq bo'lmadimi? Ozgina qiynaldim. Narkoz berishdi oyijon. Nima? Narkoz oldingizmi? Hay, qaysi kalla bilan narkoz olasiz, ha? Bitta kushlansangiz paxta chiqib ketadi-ku. Endi bolaga ta'sir qiladi. Bola asabiy bo'lib qoladi. Yo, nimaga olasan narkoz? Kimdan so'rading? Hay, sandan bag'im bolam. Katta ho'kizday bolalarni qilayotgan ishini qara. Yo'qol, boshqani uyiga bor. Odamlar chaqalog'ini Mercedes topib chiqyapti, meni Spark'ga olib chiqasizlarmi? Tug'ilishimdan stress. Menga zararmi shuncha g'am tashvish? Yig'ishtir mehmoningni. Keladi yuzimni ushaydi. Boshqa narsa ushasin. Ana ta'sirini ko'rdingmi? Bolaga ta'sir qiladi devdimmi? Ya o'chiring, nima bu ya? Alla bolam. Ya alla ya fonogramma ya YouTube'da qo'yib yotibsiz. O'zingiz bilmaysizmi? Asabiylashma bolam. Davay ayting o'zingiz. Alla ayta. Ya jam saviyati ya ovozda ahvolni qarang. Sal tuxum yutmaydimi ovozga? Qandadan? Dada. Bu yoqning o'zingiz ayting, mana ahvolni qarang. Ya onasiz hamsa xaladalik pustoy, qorin ochman, nima yeyman dada? Nima yeyapsiz? Sifati pichenasini yeyapman. Ana tretagi pichenami? Onamning qo'lida eshitganda zo'r ekan buni shirinliklar, ha? Ha, zo'r. Menga ham davay bitta bering. O'g'lim, senga bu mumkin emas-da. Mana, sen sut ichgin bo'lam. Yig'ishtiring ximikat sutni o'zingiz ichasiz. Men onamning sutini ichaman. Ola bitta sut bering, kayf qilib ichaylik. Davay, qorin och deyapmanmi? Uxladimi? Ketdik. Ketinglar. Uxlatib ketinglar.
Mana yerda onasini yemasa chillali bola bir o'zi qolyapti. Sizlar ketinglar. Chilla, 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 chilla. Bobur aka bir narsa aytmoqchi edim, sizga ishtahayingiz buzilmaydimi? Yo, nimaga? Men uydagilarni boshqaga yerga beravermoqchiman. Aka nima bo'ldi? Qizim to'ladimi shu yerda? Ha, to'lab ketdi aka. Xudoga shukr. Qanday to'layman deb o'tirdim. Bobur aka! Nimaga qanday keldi? Ha, kelsang ket endi, bevafo. Ersiramay o'l. O'chirmay telefonni. Ammo bolalar bilan o'tiribman. Qani bitta o'qib qo'yingchi. O'qing dedim. Bola telefonni kalonkasi chang bo'lib qopti. Bay changni qaranglar. Chang ketibdi-da. Bo'ldimi? Keyingi safar men siz dachaga borsangiz o'ldiraman. O'lay aka, sensiz umuman oyog'im tortgani yo'q, majburlikdan keldim. Qani, bering qilingchi. Puldan vafo kutmanglar. Puldan vafo kutmanglar. Do'stligimiz bir bo'lsa, uni qizlar buzolmaydi. Yo, hozir bir minut. Alo? Sardor aka, qizlar yo'qmi? Yo'q, qizlar yo'q. Jonim deng. Ay, jonim og'riyapti bolalar. Menga qara, podkablushnik. Kelganingdan beri telefonda gaplashasan. Bolalarga ham qo'shilib to'r onasini emsa. Telefonda gaplashmasam bo'lmaydi bolalar. Shotim o'tib qoldi deb bahona qil. Unga ish olmaydi. Mobizni xotirjam 60 degan tarafga ulab qo'ygan. Oylik to'lovi 60 ming so'm. Instagram, Facebook, Telegram, WhatsAppda kirish mutlaqo v. Telefonda gaplashish ham v. Undan tashqari 35 ming megabayt bilan 3 mingta SMS ham beradi. Ishonmaydi bolalar. Qara Sardor bitta gapda. Qiz muhimmi yo biz muhimmi? Endi to'g'risini aytsam, men o'zim ham charchab ketdim. Menga sizlar muhimsizlar bolalar. Lekin seriyozno 5 ta ketmasam bo'lmaydi. Onani bansiga borishim kerak. Ona uchun borsang bo'ladi. Ona svetoy bor. Sardor aka haliyam o'rtoqlaringiz bilanmisiz? Soat 5 da kinoga borishimiz kerak. Tez yetib keling. Sen qizingni ona deysanmi? Onamday bo'lib qolganda. Onajon, gullar sochaymi poyingga. Baxtli bo'laylik, baxtimizga sog' salomat bo'lsin, katta yigit bo'lsin, yaxshi inson bo'lsin. Boshdan qamchi qilar, ot qilar. Dadasini yomon desang dod qilar. Tolyog'ochdan qamchi qilar, ot qilar. Dadasini yomon desang dod qilar. Sirgaflida kampirlarni mot qilar. Sirgaflida kampirlarni mot qilar. Toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola. Shakar bola, asal bola, shirin bola. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Boringlarga shukr. Rahmat. Voy tavba, rostdan kirdimi? Kirdi. Rahmatli qaynatam tushimga kirib. Kuyov, uyimda Matiz mashinam bekor turibdi. O'zingiz mening dedilar. Yo desam ham yo deyaptilar-da. Ha, qaynatangiz aytgan bo'lsalar meniki yo'q. Bekor ham turibdi. Benzin bormi? Ha, bor. Bobur aka, bu safar dadam tushingizga kirsalar, so'rangchi turdovoyim qayerga qo'yibdilar. So'rayman albatta. Dadam. Kalt qayerda? Uyda. Borini 3100. Qo'lingni tart, 4 mingdan kami yo'q. 2200 ming. Bor, bozorga bor, nima? Qaynatangiz mashinasini sotyapsizmi? Onajon, kecha rahmatli qaynatam yana tushimga kirdilar. Kuyov,
Matiz'ni sotib yuboring. Bexosiyat mashina bu dedi. Pulni hech kimga bermang dedi. Bexosiyat bo'lsa kerak yo'q mashina desibdi. Voy. Unday degan bo'lsa mayli soting. Dadasi, bu safar dadam tushizga kirsalar so'rangchi, ingichka zaryadchini qayerga qo'yibdilar. Qurbaqachaga qo'yib tur, so'rayman. Ey bobka, nima o'tiribsan? Yur choyxonaga. Qanchadan tushyapti? 200 mingdan. Bu safar tushimga yig'lab kirdilar qaynatam. Nima dedilar? Ko'rpachani tagida pul bormi? Ha, bor. O'shanda 200 ming berasiz ekan, ehsonlik qilishim kerak. Men chalpak qilmoqchi edim-ku. Ya chalpak qilmang. Ehsonlikka primoy bo'lar ekan-ku. Nega qaynatam aynan meni tanladi, ha, onajon? Olib chiqing. Yo tavba qildim. Kelikmi bu? Ha, Muzrot. Yangi traktor oldingmi? Qayerdan olding buni? Traktor bor o'zida. Yo puling yo'q-ku, qanday olding sen? Puling bo'lishi shart emas, lizingga ham beradi ular. Ishing bir kunda hal bo'ladi, olib chiqib ketasan bir kunda. Buni ichini gelik qilganmisiz? Tonirovkasi ham bormi? Конечно. O'zlarining traktor servislari bor, o'zing xohlaganingdek tuning qilib berishadi. Xohlasang eski traktoringni ham cho'tki qilib olib chiqib ketasan. Davay. Faryod. Yana kirdilarmi? Kirdilar. Qoq abetda hozir 1 soat oldin kirdilar. Jahllari chiqqan. Nima dedilar? Traktor bor o'zida, traktor oling, fermer bo'ling deyaptilar. Siz pulingiz yo'q-ku? Mana ham shuni aytdim. Uyni soting deyapti. Mana shu uyni sotingda puliga traktor oling, onasini emsin deyaptilar. Ha, yaxshi, lekin kadastrni qaynatangiz biladi. Bir so'rab ko'rmaysizmi? Sizlar nimani bilasizlar? Hamma narsani qaynata biladi. Ammo qanday so'rayman, xijolat bo'laman. Dadasi, dadam tushizga kirsalar so'rangchi, shashlik disklarini qayerga tashib ketibdilar. To'poy. Ingichka zaryadchi qayerga ekan? Ya uni o'zlari ishlatyapti ekan so'radi. Telefonimni zaryadga qo'yapman deyaptilar. Toping kadastrni, men hozir tushimga kirsa nima deyman? Ayta xoromadu. Mataga necha marta aytdim shu bolaga qo'shilma deb. Ko'zi yoqmaydi buning menga. Bor ekan, menga qo'shilmagan. Dadang ko'zim yoqmas ekan. Talqinni mesajga chekyapsiz. Miyani tinchlantiradi, stressda xoli qiladi. Mana bitta chekib bering. Jinimsan, dadangning gapi eshitib o'layman. To'g'ri, lekin agar bitta cheksa hech narsa qilmaydi. bitta chekaymi? Dadang necha yosh? 70 ga kirdilar. Ha, oz qoldi. Sari sigaret chekadigan bo'lib qolding, ha? Men buni shu tagingga topib oldim. Agar yana shu talg'irga qo'shilganini ko'rsam, chiqib olaman men buni. Tushundingmi? Talg'ir nima o'ynayapsan? Bezbet degan o'yin. Futbol komandalarga pul tikasan, yutsa normal soqqa ishlab olasan. Davay, mana o'ynayman. Qo'y, shuni o'rgatmay senga. Yana dadang orqangga cho'p tiqmasin. To'g'ri aytasan, cho'p tiqadi, lekin to'xta. Qaysi komandasizmi? Real Madrid. Как раз mana bugun Real o'ynaydi. 100 ming tiksang 400 ming ishlab olasan. Serios? Puling bormi? Alo, dada. Ha. Cho'ntagingizdagi pulni olib bezbetga tikib qo'ydim. Qanday ko'rmi seni? Bosh olib chiqib ketyapman endi. Haydasan sen, yana talg'irga qo'shildingmi? O'zi meni hech kimga keragim yo'q, bu uyda ortiqchaman. Talg'irjon bolam, iltimos qilaman sendan. Shu o'g'limdan uzoqroq yur. Otaxon, nahot kerakmi o'g'lingiz menga, ha? Xudoga shukr, o'zim bizneslarim bor. O'g'lingizdan boshqa ishim yo'qmi meni? Nima biznesing bor seni? Katta biznesim bor, narsa sotaman. Qarang otaxon, mana Umar. Tagimga 2 ta odam olaman. Bu tagimdagi yana odam oladi tagiga. Tagimiz gullab yashnasa, biznes shuncha zo'r bo'ladi. Piramidami bu? Yo'q, bu archa. Gullab yashna archa degan biznes. Dada, tagiga qo'shilaylik. Zo'r bo'lib ketamiz. Agar qo'shilaman desanglar, bittada zo'r bo'lib ketasizlar. Yana o'zingizlar bilasizlar, o'ylab ko'ring. Yerbaklar. Tagiga qo'shilaylik bo'yimiz deb san qildi. Men qilmadim, dada. Kim qiladi? Talg'ir qildi-ku. Talg'irga qo'shilsang, qorasi yuqadi. Kim tagimga qo'shiladi, zo'r biznes bor. Voy, mazam bo'lmayapti. Voy! Nima bo'ldi senga? Metakka mazam bo'lmayapti, bansiga olib boring. Ha, bechora kelinim, shuni bansiga olib bor, ko'rsat dedim, ko'rsatmading. Tur endi o'rningdan. Yaxshiroq doktorga olib bor, ko'rsat. Bu ham birovning bolasi, tushundingmi? Atmasga qilyapti.
agar olib borsang o'lasan. Mening kelin bo'lganman, o'lganim yo'q. Olib borasanmi, yo'qmi? Olib bor, yaxshiroq o'tirta ol. Olib boraymi, olib bormaymi? Oyijon, doktorimiz aytdi, Yigit. Ya, o'shada o'shaqa borib maza qilib cho'miling, nafas oling, barchaga foydali dedi. Voy, bunday yaxshi shunday dedimi? Boringlar bo'lmasa, karbonat angidrid kislorodlardan to'yib mazza qilib napasanglar. Barchaga yaxshi dedimi? Voy, buncha yaxshi. Agar men siz borsam, putingni jirtaman bola. Tavay. Bilet olganmisan? Boringlar. Ey, to'xta. Qayoqqa? Ayajon, keliniz taksi ko'zku. Chunki limon his kelib qopti-da. Ha, limon ichkilari kelib qoptimi? Biz ham taksikaz bo'lganmiz, ariqlardan suv ichganmiz, o'lganimiz yo'q. Olib kelasizmi, Umid aka? Voy, kelinimning ichkisi keldimi? Bir. Beraymi, bermaymi, yo ariqda ichsinmi? Bu yerda bari men olib kelganing yo'q-ku. Meni mushukcham, meni baliqcham, menga sendan boshqa hech kim kerak emas. Tushundik. Sizga mushukcha kerak ekan, ona kerak emas. Aya, noto'g'ri tushunmang, aya. Aya. Siz jetlimisiz? Baliqchamish. Mana mushukcha, mana baliqcha. Ketaman onamnikiga. Kete, onangnikiga. Mendan nima yomonlik ko'rdingiz? Usmon ustozi, ovqat istayin, nima qilay yana? Sal o'zingga qarab yursang o'lasanmi? Odamlarning xotinini qara, labini botoks qilib bu yoq-buyog'ini amnaqalar qildiryapti eri uchun. Sanchi, kirsovni ham cho'milasanmi? Menda kasini topolmaysiz. Nimaga topolmayman? Shunchasi oyog'im tagida aka gaplashaylik, nomeringiz nechi deydi? Samangani qilasan. Bor ket. Qarang, ketyapman lekin. Ketsang ket-a, o'n marta ayting ketaman deb. Ketaman. Asolcha-ku bu. Buni o'zing yasadingmi? Ha, siz uchun yasadim. Bitta ushab ko'ray. Nimani ushlaysiz? Materialni ushab ko'ray, temirmi bu? Qanaqa temir bu? Elektromobil odam bu. Odamni ham elektromobili chiqdimi? Конечно, zamon rivojlanyapti. Bitta ushaylik. To'xtang. Elektromobil odamni ushlash uchun ko'nglini olish kerak. Ko'nglini olmasa bo'lmaydimi? Yo'q, unda anaqa qilmaydi bu. Bo'ldi, o'zim ko'nglini olaman. Ko'nglini men olayda buni. Bo'y qo'l. Labi boteksmi deyman? To'xtang. Hali meni ko'nglimni olganingiz yo'q. Davay olaylik, nima qilish kerak? Soat olib berasiz. Cartier. Batarakalikmi chiq? Tillo. Tillo? Tojikmisiz? Yo'q, qattiqki. Bo'ldi, olib kelaman hozir sizga. Bu yaxshi. Nima qilyapsan sen? Tegmasdan-ku. Ya funksiyasiga tegaman просто. Ya funksiyasiga hali o'zim tekkanim yo'q, tegasan sen. Men bunga kartel soat olib kelyapman, Tillo. Tillo soat olib keldingizmi, aka? Shuni shevasini o'zgartira olmaysam, shevasi bor ekan buni. Ayyo, buni iloji yo'q ekan. Ha, mayli, menga shevasi muhim emas. O'zi muhim. Bor, uni tegmaymi? Asalchi xona issiqmasmi? To'xtang. To'xtataverar ekansiz siz. To'xtang, nima to'xtang? Menga gelik va shahar markazidan 3 xonali uy olib berasiz. Keyin yaqinlashasiz. Gelik? Tagimda velik yo'q mani-ku. Tavba qildim. Yaqinlashsam qiyin bo'lib ketdi. Nima qilamiz endi? Qo'y bilan yerini sotamiz-da, bunga gelik olib beramiz. Lekin gelik bo'lib qizdi o'zi ham. Mana asalcha gelik. Mana uyni kalti. Bo'ldimi endi? Bitta minib ko'ray. Ha, mening. Hamma gelikka minishga qiziqadi. Пока, корова. Korova dedim mana. Yo'lini nima qilmani sigir dedimi bu asalchi? Asalchi bu yoqqa. Ya bu yoqqa nima qilyapsan? Ketma. Voy jonim. Asalchi tashlab ketma. Asalchi. Figuralaring chirib ketgur ha. Botoks lablaring mog'orlab chirib ketsin uni. Nimaga aldab ketdi meni. Dadasi, men keldim. Kelgan bo'lsang yaxshi, nima qilay? Ozib ketibsiz-ku. Ko'p gapirmada ovqat qil. Xo'p. Baribir ham o'zimning xotinim zo'rda. Dadasi, qo'ylarimiz qani? Qo'ylarni bo'ri yedi xotin. Yeganda ham yomon yedi.
Voy tush cho'mil ayang urushmaydi. Ye cho'mil. Yo ayang. Jamil Jalol Qosimov o'ldim. Nima deyishding, ayam o'ldiradi. Astona. Mana o'zini bering. Mol! Oyoq kiyimda kirma. Sifatim ichingizda o'g'lim chiqdi. Nimaga sandiqdan sifatni pechinasini o'g'irlading? Ay! Aya, go'ringizga olib ketasiz pichenyani. Nimaga qo'shnini tualetini qo'yapsanlar? Tavba qildim. Yozda faqat bet qorayar ekanda. Oyijon, urushmang. Bolajonim. Hindistondan kelyapti bolam. Professor bo'lib. Ota, qo'yib qo'ying. Sen to'roningdan nimani olyapsan? Duoyimni ol, jinni. Kechiring. Voy bolajonim, ey. Ha, turqin qursin, ishtaning qani? Samolyotda ichim ketib qoldi ona. Chiqyapti. Yo ishtoningni jinni. Tumsu pyari kis. O'g'ling peshonasiga nima chizib olgan? Sendur. Gadoyboy o'g'lim yaxki. Ota, endi mening ismim Gandini. Nima deding? Gandini. Lekin o'rtoqlarim Gandu deb chaqirishardi. Sizga qaysi biri qulay, ota? Bu Gandini. Bitta zo'ri bor qulay, lekin uni ayta olmayman da odamlar oldida. Tur oyog'ingga narsa kiygan. Gilamni kir qilasan. Qorayib ketgan oyog'ing bor yo'qol. O'char sendirni, o'char. Xoli. Eski bashara nima qilyapsan? Voyjon, bugun xoli bayrami. Oy chiqquncha hech narsa yemayman. Au eri ucha tutiladi-ku. Mana uni boshingga taqquncha ishton tegotinglar. Quridimi? Qo'shni! O qo'shni! Sani o'g'ling Hindistonda vrachlik o'qigandik-ku, ha? Aha. Nasibullo qassob mazasi qochib qoldi. Bitta ukol qilib qo'ysa? Hozir. Dilimi nima metdimi? Gandini. Ha, Gandini. Bor akangni ukol qilib qo'y. O'g'ling qachon keladi? Mazam bo'lmayapti mani. O'zicha qincha kino qilyapti bu Amerika shayx. Sen o'zi qaysi kalla bilan Hindistonda o'qitding buni? Qayerdan bilay, zo'r mutaxassis bo'lsa kerak debman-da. Surxondaryoda o'qitsang bo'lmasmidi? Qayerda o'qitaman? Termiz iqtisodiyot va servis universitetida tibbiyot fakulteti bor. Ana o'sha yerda o'qiganda men buning moshni mutaxassis bo'lardi. U yoqda talabalar uchun hamma sharoit bor. Undan tashqari bakalavr, magistratura, ordinatura ham bor. Ordinatura ham bormi? Hamma narsa bor. O'sha yerda o'qiganda men Surxondaryo bolalariga o'xshab chaqqon bo'lardi. Yurishini qara, o'ladi o'zi qassob. Ay, Gandini odamga o'xshab yur. Hay dadasi, hamsiyamizni kelin tug'ayotganimiz. Gandiga ayting to'dirib bersin. A Gandi o'g'il bola-ku. Ota! Ota! Meditsina hech qachon ayol erkak tanlamaydi, ota. Chaqiring, tug'diraman. Ota, Rahul dunyoga keldi. Tirqin qilsan. Nimaga? Nimani? Ya, kimligini kesmayapman, rost chiqaman. Harlab o'lma olga o'xshab. To'roningdan tursin boy. Kim? Telefon gapiryapti-ku. Ha, gapiraman-da. Turmasakasan, unga budilikka qo'yasanmi odam jinni qilib? Mani nima tiqib qo'ygansan orqamga? Ha, bu zaryadchik telefon jonim. Sani ham orqangga bitta narsa tiqib qo'y, ertalabgacha uxla qanday bo'lar ekan? Ha, bo'pti, xabar bo'lma, qurbaqachaga qo'yaman sani. Qurbaqachaga o'zing qurbaqachangni qo'y. Batarakamni ishini bor-ya qurbaqachida. Mani nima orqamdagi? Nima tiqib qo'ygansan? Ha, bu avtoritet telefon jonim. Qachon ishlatasan bu dollarni onasini emsa? 1 yildan beri orqamda turib terlab ketdim. Mana nima rezinkasi? Pulli rezinkasi. Boshqa joyingga taqasan rezinkani, tushundingmi? Menga rezinka taqma, belim og'rib ketdi. Men sana ayangga aytaman. Nimani? Tualetda qanaqa videolar ko'ryapsan? Secret papkalarga nima videolar yashirgansan? Qizlarning nomerini nima deb saqlanib qilgan? Hammasini aytaman ayangga.
g'irt kazol telefon ekansan-ku, ha? Kazolmanman. Menga unaqa kazol telefon kerak emas. Men yangi telefon oldim, между прочим. Qara. Honor 400 Lite degan telefon ko'ryapsanmi? Bu trendda yuribdi hozir. Nimasi trendda buni? Buni qara. AI kamerasi bor. Mana bu knopkachani bitta bosasan, kameraga avtomatik kirib ketadi. Mana kamerasini ko'ryapsanmi? Yaqinlashtirib, uzoqlashtirib oladi. Senda bormi shunaqasi? Senda yo'q. Ki buni protsessori ham tez. Senga o'xshab qotmaydi. Ha, biz ham yoshligimizda qotmasdik, любой narsani qilardik. Tur yo'q bu. Kazyo. O'zimni aqlli telefon jonim. Xo'jayin, har doim xizmatingizga tayyorman. Ha, Onur, davring keldi. Seni ham orqangga ertalabgacha zarar chiqib qo'ysin, o'shanda gaplashamiz. Biznikiga bir marta tiqsa 2-3 kunga yetadi, chunki batareyamiz baquvvat. Manikiga har xildan tiqardi-da, begonanikini ham tiqardi. Nimasini tiqardi? Zaryadchikini, garang. Marhamat. Ishimni hal qilib berganingiz uchun rahmat, o'rtoq prokuror. Ishingizni hal qilganimdan xursandman, Sevaraxon. Voy. Dadasi? Kim bu? Fuqaro ishini hal qilib berdim. Ha, erkak kishi fuqaro yo'qmidi sizga? Ha, endi menga har xildan keladi, nima qilay? Erkak kishi bor joyiga borasiz-da, o'sha yerda ishlaysiz. Tushundingizmi meni? Boshqa ish toping, chiqing. Bo'pti. 95-600 mingga. Niyobbat на той стороне, что это такие? Bo'ldi, o'sha qilib tiqaman. Ha, dadasi. Ayollarni mashinasiga pistoletingizni tiqmas? Ha, endi faqat erkak kishi haydamas ekanda, ayollar ham haydar ekan-da Men sizga nima dedim? Faqat erkak bor joyda ishlaysiz dedim men sizga. Boshqa ish toping. Tushundingizmi? Idite отсюда. Bo'ldi, boshqa ish topaman. Assalomu alaykum. Shu oyoq kiyimni tikib bera olasizmi? Bo'ldi, cho'tki qilib tikib beraman. Ha? Nimani tikasiz? Ha, unaqasi yirtilib qopti, ering kitobchikasi, shuni tikib bering deyapti. Tikmaysiz. Erkaklarnikini faqat tikasiz. Boshqa ish toping, tushundingizmi? Yonga tegding sanam. Mang boshqa joyda tiktiring. Spur. O'l rashk qilmasdan. Endi bakalashkayin tez. Kechirasiz akajon. Musurimni qayerga tashlasam bo'ladi? Yaxshi qiz, mana bu bakka to'king. Rahmat. Tushunmadim. Bu qiz o'zi biladi. Qatga o'zini musorni tashashchi. Mani ishim shu, shuni ko'rsatishga ishim. Erkak kishi bor joyda ishlaysiz. Tushundingizmi siz meni? Boshqa ish toping. Bundan boshqa yana qanaqa ish bor ekan? Bilmayman, toping. Otasi o'lmagan kim bor? Onasi o'lmagan kim bor? Otasi o'lmagan kim bor? Ayollardan pul olmayman. Yo, olaymi? Yo'q, mumkin emas. Oshdan o'l unda. Olmaymiz, boringlar. Otasi o'lmagan. Rashqing qursin san, rashqing. Onasi o'lmagan kim bor? Normalni ayt, ovozing ham yo'q sani bil. Sizga bay bo'pti faqat. Nadayel! Yig'ishlar hamma ish pishingni. Qachongacha begona yurtlarda birovni xizmatini qilib yuramiz? Sal o'zimiz uchun dam olishni o'rganaylik-da, yeyli. Ishlab keldik-ku. Ha, ish. İşte bölüp ketaylikmi mana shu o'rmonlarda? Peterni ko'rdingmi, shaharni ko'rdingmi birov marta san megajek? Yo'q. O'rmonda yurasan, yo'ting kesasan, bu qilasan, bu qilasan. O'zimiz uchun dam olaylik. Oylik oldingmi nachalikdan? Ha, kecha avans olganmiz. Da, pulingni ol, bir dam olib kelamiz odamga o'xshab. Unga patent to'lash kerak-a? Patent? Bor ana qiz, millionta odam o'chirib turibdi. Umringning yarmi o'sha yerda o'tib ketadi. Nima qildingsan ha? Ha, o'sha pulga patirlab ichaylik. To'g'ri aytyapti, o'zimiz uchun ham mazza qilib yashaylik bu hayot. Молодец. Senga почетный gрамота berdi, fal yo'llab berdimi? Hech narsa bergan. Bermaydi, odam oldi o'zing uchun. Buni o'g'lim. Qo'ltig'ingga sabab ketasan, buni nima qilasan? Qo'y joyiga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu qizimiz сколько стоит? 1000 квадрик. Один фотка 1000. Aytaylik qanacha? Onang nimaga? Barka. Muhabbat xolayni qizimni ko'tarib olding. Pulini beramiz deding-ku. Aman bitta fotkaga dedim. Ha, fotka dedingmi? Ha. Men boshqacha eshitdim-da. Brat, кушай его. Ne kuşu iltimos. Кушай.
Danacha maza qildi lekin. Patent puli ham ketdi-da. Yana patent dedi bana garan. Ben sana aytdim, o'zing uchun yasha dedim. Patent bilan tug'ilganmisan. Kim uchun yashash kerak ekan? O'zing uchun yasha. Ha, otangga rahmat. Da qorni och qoldi, bu joyga borib ovqatlanaylik. Uyga hujumlatishim kerak edi, kalbasaga uraylik. Kim uchun yashash kerak dedim hozir. Qachongacha rasisiz kalbasa yeysan? Undan ko'ra milliy taomlar yeyaylik. Atuda. Joycha qanday? Zo'r. Lekin pulimiz kam qoldi-da oshna, qimmat emasmi? Oshnasan pul deb o'lib ketasan. O'zing uchun yasha dedimmi sen jinniga? Bu choyxona plov o'zimizni o'zbek akalari ochgan. Peterni kindigida joylashgan, Liginsk metroda. Ya'ni ovqatlarni yeb xuddi O'zbekistonda yurganday bo'lasan. Bo'pti, nima yeymiz? Qurtob yeysanmi? Ha? Qurtoba yeysanmi qiladi bular. Bu donormi? Donar, Turetskiy bu. Qara. Alo, bunga pishirib yesang bo'ladi. Davay, shoti berlaring. Oshna, senga rahmat. Bir kun yashasak ham xo'rozda yashadik. Davay, xo'roz, ko'chaga chiqib turinglar. Men pulni beraman. Orqangga qarama. Ha, Bobur, молодец, zo'r ishlaysiz. Brat, buni marketing deydi. Ertaga qurilishga boraman. Ularga ham bitta motivatsiyani beraman, mana shu salni polni to'ldiraman. Bugun pulni tashlab yuboring, brat. Bugun tashlab yuboramiz. Hali banyadan ham olishim kerak. Qalay bo'ldi o'shalar? Endi bitta massajchi, a? Pul qolmadi-ku oshna? Вообще qolmadimi? Yo'q, qolmadi. Unda borarmi unga pulni ishlar, nima qilib o'tiribsan? Shibalsa atsuvda. Shibalsa. Ertaga men uchun muhim kun. Ertaga imtihon topshiryapman. Voy yo'g'e, zo'r-ku. Ha, zo'r. Mana shu muhim kunda meni yonimda turishingni xohlayman. Bobur aka, har doim har qanaqa vaziyatda men siz yoningizda turaman. Xudoyim. Namuncha zo'r qiz topganman-a. Ada, oyi, bugun bo'lajak kuyovingiz imtihonlari edi. Shunga sizlar ham borsanglar surpriz bo'lardi. Shu bahonda kuyovingiz bilan tanishib olardingiz. Haqiqatan oyisi qizimizni unashtiribmiz, hali kuyov bolani bir marta ham ko'rmaganman. Shu bahonada ko'rib olardim. Boramiz. Hurmatli mehmonlar, aktyorlik mahorati imtihonimizga xush kelibsizlar. Birinchi ishtirokchimiz, kursimiz faxri, kursimiz yetakchisi Baxtiyorov Bobirjonni taklif qilamiz. Mani kuyovim bo'ladi. Bobirjon, tayyormisiz? Tayyorman, ustoz. Ovozini qara, Gamletga o'xshaydi. Marhamat. Yo'q, qaynotam kelibdi. Sevib turmushga chiqishga boshqa jonivor yo'qmidi? Boshqa hayvon yo'qmidi? Sal ko'nglim g'ashda. Sal qoldimi o'sha urib ketishiga dada? Sal ko'ziga qaramaysanmi bolam? Sekinroq gapir. Sal o'zingni bosib ol. Sal qolganda o'lib ketardim. Sal nafasingni siqil. Salga nerichit qilasiz sizami? Sal gapirib bo'lmay qopti o'zsanlarga. Sal pastroq gapiring, televizor eshitilmayapti. Ovozini sal ko'tar. Salgina shuhrim bezor mendan. Sal yetishmaydi, qizim senga, ey. Sal tuzukroqga qo'y. O'lkamizda sal havo isib ketganligi sababli salqin ichimliklar ichishingizni so'raymiz. Sharmanda, sal uzunroq kiysa o'ladimi bu? Sal televideniya ham aynidimi deyman. Sal tomog'ini qo'llaylik, chanqab ketdi odam. Sal muzdek. Salga hech narsa qilmas. Sal nordon ekan, lekin zo'r ekan. Ha, aytgancha, qizingizga sovchi kelyapti, sal uzoqroqdan. Shu limonxisdan dasturxonga qo'ysa sal obro'y bo'larmidi deyman. Sal kallangni ishlat. Qizingni uzatishga sal erta emasmi? Sal vaqt emasmi, dada? Alo? Assalomu alaykum. Bugun massajga sal kechroq kela olasizmi? Sal odam ko'proq edi-da, xijolat bo'lyapman. Sal nariroq tur. Singlim, telefon gromkada edi, sal ovozingiz balandroq eshitilyapti-da. Voy, kechirasiz. Bitta raqamga sal adashib ketibman-da. Sal qolishga sal qoldi. Sal o'zingni bos.
Sal menda ham dam olishga haqqim bormi? Sal o'zingni bos. Ishon menga sal. Salgina sho'xman bezormanda